2021 yıl Alaydın Gülçe mal bazarı. Bugün 1 may günkü 6 gün. Nal жерде 2 koy. Kızı soda olatat, kançadan bolotkanın sizlerge azır bilip bereli. Ben kolun koyarsan usul 1000 som olsa 1000 som жақсы görünse sata veririm. Men de kişide hemen var da kan. Men de bu koyga jem çöp berip duruyorum. Men de özüm hemen satam da kan. Ben sen eskama sattın desen Cengizge talay qayt. Sattan hiç kim Beni qarab kan. 45 ke da var keçine kaldı. 2 koydu, 2 kozulu koydu 45 minge. Bayattan beri tayışıp duruşat. 2 kozulu koydu 45 min so'm. Şunda 22 yarım yamuk bola. Төртөө нетайм? Жақсылап тұрдым. Kozulular da bunlar. Mene sizdeki kişiye bir alın boldu. Ver. Rasim bozu falan. Ver urgazi. Rasim bir kaldı. Yok. Bunda kılma yesenem. Yok. 5 so'm Bunda bolgan jarım koydum men o'sha 46 yerini aldım. Suratga tushib. 5 so'm qoldi. 5 so'm Furanoda berib qo'y. Bor aka deb qo'y. 46 min so'm olib ketaverdi. Hiç adam qanda to'ymaydi, o'ta kuchli. 5 so'mga uni adır ben sana bilemde. Ular getib adır. Ver razı ver. 26 deyse. Qancha chiqolar ekan? 45 ga ber. O'rtalar. O'rta 8 so'm. 5 so'm surat. O'rta chiqolar deydi. 5 so'm qoldi. Kozlari cho'nka 46 sap ketdi bu. Ko'rgazingchi. 8 o'xshaydi. Gölü maydalaylik. O'rtadan dile jashiraq. Nasıl görünçüm nasıl? O'rtadan da bul dile jashirlik. O'rtadan jash. Maydalaylik. Arası yapasın diye. Tuytağır. Oldu neresiz kaldı. 5 so'mdan qaçma aldılar. 5 so'm olganda jarib qo'ydi. Jaribali tutishdan jo'rmaydi. O uzoqda da yaxshi. Beringcha me. Var da 45 yarım ber otatdı. 5 so'm surat. Jaribali Ana gitti. 45.500 so'm oldu. Yarım so'm 2 kozluğa gitti. Yaşların dişlerini gösterip verdik sizlerge. Ya mına qo'chqorning bahası qancha ukam? Qo'chqorning bahası qancha? 20. Yashi qancha, tishi qancha bo'lib qoldi? 22 ming so'm deydi. 4 tish qo'chqor ekan. Qayerdan olib kelding buni? Sho'ng'alaydan keldi. Sho'ng'alay rayonidan kelibdir. 4 tish qo'chqor ekan. 22 ming so'm. Qurbon olib ketgan yo'q. Mana qurbon olib ketdi. Buratna qo'z qo'ydim bahası qancha oldu ekan bular? Qo'z qaysini qo'y? Qiziniki 14 ming so'm bor. 14 ming so'm. Yashi qancha yash? To'qtu. To'qtu ekan 14 ming so'm deb atadi. Ba bo'ldi bu lekmi? Ba bo'ldi ekan. Mana semiz solga o'xshaydi, ha? Bu qancha bas? 16 so'yishqa va qisir bir bo'lsin. Bu cho'ngoy 16 ming so'm deydi, ichinde qo'zi bor, ha? Bo'z. 16 ming so'm. Bunau cho'ng qo'chqordi. Qo'chqor bo'ja qo'yib ekan bunau. Chimal o'xshaydi. Qanchadan bo'lishini aytchi.
Naqoyda qancha o'tasiz? Anasi 15 ta otam kam var. 15 ta o'tim kam var. Qisir buja bo'z bu. Ay tebeş. Yo, qisir buja. Biz kısır. Bir çoğalaç bacha dost So'yish taptık qilganda? bilan. Hoş olsun dediler. 15 ming so'm kemor deydi mana uni. Qisir deydi so'yishqa. İçinde qo'zisi yo'q. Toshna qisir ekan. Uloqda qancha o'tasiz uloq? 7 de otam. Ulağım et echki. Echki. So'yishqami yo bo'zmi? Bo'zmi? Ha? Yo kısır. 7 ming so'mda o'tadi. Echkingiz mi yaysa? Echkin takacağım. Sizni tatma echkingiz tartib o'tami? Echkingiz ayol qolasizda. Porter naqtla gaylab al boyağından bu yağına. Gel. Sizlere tatib qo'yib ne o'tir? Bozordan kelgandan uyalib qolasan-da, bozorga kelganda. Ya bundan bo'g'il tasib ekan. Qancha bo'ladi? 6 tane kişi koyup yedi otam. Keçine mi? Kişine. 6'ga bir koydum. Yo 6'ga berme koydum. 6'dan az qo'yib berdi o'tam deydi. Qo'yib bering ham shuncha olib qoldim. Yo mende bir iki qormak Kança? Az qo'yib berdi o'tam. Deb olash ochdi. Vermedim ben daha to'g'ri. O. Ya Qo'chqor bu. Qanchada o'tasiz? Qanchada o'tasiz aka? Qanchada o'tasiz? 20 dedi. Jash qancha olib qoldi? O'zi Qo'chqor ekan. 20 ming so'm deb o'tam deydi. O'zi Qo'chqor. Bosi 20 ming so'm temor. Ya qancha asro o'tasiz aka? 15 yarim. 15 yarimga. 15 yarimga sura o'tadi. 15 yarimga kam bo'lavi? Bu yog'lab deydi. Yana sartakanning bahosi qancha? Sartakanning bahosi qancha? Sartakanning bahosi qancha ekan? Alsang aytam. Aytsangiz ana oladi-da. 7 ming so'm bu. 7 ming so'm deydi. Taka ekan. Pichmoq emasmi? O bozorda gözün baylap qo'ygan odamlar. Taka ekan, pichmoq emas. 7 ming so'm kem bor ekan. Buratma to'qning bahosi qancha oldi ekan? 13. Qisir bo'z. Qisir to'qdi ekan, bahosi 13 ming so'm so'yishqa. Bog' bo'ldi bo'lakmi? Qancha bog' oldi aka? Qancha qilishdi oxirgisi? 13. Ha? 13 bo'ldi. 13? Oxirgi bahosi 13 ming bo'ldi deydi. 13 mingga beraverdingiz mana. O'zi 13 ming dotam deydi, anan 13 ming so'm qilishdi deb berib qo'ydim deydi. Bak. Ya qancha oldi shu? Qancha oldi? 5 ming. Qancha oldi uloq? 5 ming. 5 ming so'm bo'ldi deydi. 5 ming so'mga sotilibdir. Aqchasini hisoblab oldi. Ha. To'g'rani eski kishisiga de uloq emas. Ha, uloq emasmi? Ana o'zingizni tartib qo'ymadim-ku, ana berib berdim. Qizilat bo'lmadi. To'g'onlar, bugun Alay mal bozorida boshqa bozorlarga qaraganda biroz mollar ozroq tushdi. Ne sebepten desengizler, mollar jaylığa ko'ynese jaylığa ketishdi. Bozorga o'shaning uchun mollar ozroq tushadi. Ber uni, Qo'y bozorining ustki ko'rinishini bir ko'rib olingizlar, boshqada emas, biroz ozroq. Oğlum. Yo'qoni chiqadi. Bolalarım desene tanıştırıp kettik, görüp geldingizler. Oğlumdan qo'zi. Uy bozarının üstünden bir ko'rsatib bereyim. Uy bozar torboqlar qiylalar az düştü.
Yok, Torpaq bozarı. Ekesi az, başta bazılarında. Hurmatlı görücüler, biz bundan keyin өлкө базарларды сиздерге тартып жеткирип берип турабыз. Биздин каналга кошулуңуздар. Буга чейин 5-6 базар тартпай калдык. Эми Кудай кааласа алтырбай сиздерге тартып берип турабыз. Эртең Оштун, Учкун мал базарын, койчулук базарларын полный тартып беребиз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар, тынч болуңуздар.